Assalomu alaykum, Turboplast korxonasining kuzatuvchilari. Bugun 18-iyul 2026-yil sanasida turibmiz. Samarqand viloyatining Ishtixon tumaniga tashrif buyurganmiz. Ushbu Ishtixon tumanida yana bir fermer akamiz tomchilatib sug'orish orqali uzum yetishtirmoqdalar va uzumdan tashqari har xil ekinlar, tarvuz, pomidor va shunga o'xshash ekinlarni tomchilatib sug'orish orqali yetishtirganliklari haqida bugun batafsil video qilamiz. Xudo xolasa, ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda jami 15 gektarga yaqin tokzor, 2-3 gektarga yaqin pomidor va 1 gektarga yaqin tarvuz ekilgan. O'shalarni bir-bir xudo xolasa to'liq videosini joylashtirib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qadrli kuzatuvchilar, video boshida aytganimizdek, biz uzum davlat maydoniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda esa Faxriddin aka bilan uzumni yetishtirmoqdalar. Faxriddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsiz. Qurbonga baraka. Rahmat. Xo'p, Faxriddin aka, bu yer qayerga tegishli, necha gektar dala maydoningiz va qanaqa ekin yetishtiryapsiz hozir? Uzumdan qaysi turini yetishtiryapsiz? Ishtixon tumani mehnat ziraat jamoat xo'jaligi. O'zim fermerman. Bu tokni ekkanimizga 9 yil bo'ldi. Boshlab ariqdan sug'orardik, artizandan. Boshi 50 metrcha yog'lab ketardi. Oxiriga suv bormasdi. Mana o'tgan yil 25-yil mart oyi edi. Tomchilab sug'oradigan qildim. Effekti zo'r, haqiqatan zo'r. Buni avvallar odamlar aytadi, bo'lmaydi deydi-da, tokka bo'lmaydi tomchilab sug'orish. Yo'q, bekorga bu. Tomchilab sug'orish texnologiyasini noto'g'ri o'rnatganlar. Noto'g'ri o'rnatib qo'yishdan bo'ladi-da aslida. Keyin bo'lmagandan keyin bo'lmaydi deydi. Mana Damozni ishlab chiqargan paytda Kamazni shamoliga ag'nab ketardi deyishardi shuni. Shu. Hozir mana populyarni bo'ldi. To'g'rimi? Asli mana Izraelda iqtisodi nima uchun zo'r? Bular o'tgan asrda 60-yillardan boshlab mana tomchilab sug'orishni yo'lga qo'ygan. Yo'lga qo'yilgan. Ancha oldin yo'lga qo'yilgan. Iqtisodi bitta viloyatcha ham kelmaydi yeri, lekin dunyoni boqadi. Shunday. Qishloq xo'jaligidan. To'g'rimi? Shunday. Bekorga emas, ular g'allani bizda 50 sentner, 60 sentner olsa, qalpog'ini osmonga o'tadi. Ularda nima qiladi? 120 sentner olmasa bo'lmaydi. Oddiy g'alla bo'ladi. Yog'murlatib qiladi, tomchilab sug'orish qilganda yo'lga qo'ygan. Bizga mana endi kelyapti. 10 yil bo'ldi, endi 15 yil bo'lib qoldi, chog'i. 10 yildan oshdi. 10 yildan oshdi. Bizga endi yetib kelyapti bu narsa. Buni davom qilishimiz kerak edi aslida. Aka, bu yerda uzumni qaysi navlarini ekkansiz va nechiga necha sxema ekkansiz? Bu yerda qora kishmish, asosan qora kishmish. Endi gigant navi ham bor, 1000 tub bor. Orasida. Shu ekkanmiz 4,5 gektar yer bor. Ekin sxemasi-chi nechiga necha qildi? Sxemasi mana bu shlangadan shlangaga, ariqdan ariqqacha deylik, 5 metr. 2 tokning o'rtasi mana bu yer 1 metr. 1 metr. Bu tok bilan bu tokning orasi 4 metr. Mana bunaqasiga 3 metr. 3 metr. Yangi sxemada ekilganda shu tomchilab sug'orishga moslashtirib ekkanman. Yangi sxema. Har 5 metrdan jo'ya yuradi-da, suv yuradi. Shunday. Har 3 metrdan emas, har 5 metrdan. Xo'p, suvni iqtisod qilish qanday bo'lyapti sizda hozir? Tomchilab sug'orishda qiyinchiliklar yuzaga kelmayaptimi? Hosildorlik qanday bo'lyapti? Dorilash qanday bo'lyapti? Dorilashga ham oson, hamma tomonga qulay. Suvni tejash bo'yicha-chi? Suvni elektr energiyasi tejaladi, suv tejaladi. Davlatimiz rahbari ham bekorga aytmayapti, shu tomchilab sug'oradigan qilinglar. Shunday. Bu juda effekt narsa-da. Shunday, davlatimiz tomonidan ham juda ko'plab imtiyozlar berilyapti, subsidiyalar berilyapti. Sug'orish, suv tejash texnologiyalarini joriy qilganlarga subsidiyalar berilyapti. Har xil ekinlarga, ekin turiga qarab subsidiyalar ajratiladi hozir. Xabaringiz bo'lsa agar. Davlatimiz ham bekorga shu narsalar qilgan, bu effekti zo'rda. Shu narsa qilish kerak. Boshlab men qilaman degan paytda ko'pchilik aytardi, bo'lmaydigan narsa deydi-da. Shunday. Mana o'zimni qarangizlar. Hozir tepadagi tok bilan uchastkamni oxirigacha 320 metr, 320 metr bo'lsa, mana shu boshdagi tok bilan oxiridagi tokni bir xil suv ichgan. O'sishlari ham, hosildorligi ham. Shunday. Mana ko'p uchastkalarda ko'ramiz. 50 metrda bo'ladi, yo'q qurib ketadi, bo'lmaydi. Xo'p.
Faxriddin aka, hozir gektardan qancha hosil olyapsiz hozirda? Hozir o'zi bozorga chiqaryapsizmi? Bu o'zi uzum asosan mayizga ixtisoslashtirilganmi yoki shunday bozorga chiqarib sotishgami? Asosan mayizga ixtisoslashgan. Faxriddin aka, 2025-yilda siz Bobur aka bilan borib, shu ham loyihachi, ham dehqon, ham fermer tomchilab sug'orish mahsulotlarini biz Turboplast korxonasidan xarid qilganlaringiz. Точно. Hozirda mahsulotlar holatlari qanday? Sizga ma'qulmi? Qiyinchiliklar yuzaga keltirmadimi? Qiyinchilik yo'q. Bir o'rnatib olsa bo'ldi. Aslida uncha ko'p pul ketmaydi. Faqat shu lenta olinadi. Mana bu yerga 50, endi kimdir 76 lik qo'yishi mumkin, nasosga qarab. 50 lik. Shu mana pistoni bilan teshib shunday ulab qo'yadi, bo'ldi. Tomchilar so'radigan anaqa qiz bor-ku. Kapelnitsa. Tomizgich. Kapelnitsadan qo'yiladi, regulovka qilib qo'yadi. 3 minutda, meniki 3 minutda 1 litr suv tashlaydi-da. 3 minutda 1 litr suv tashlaydi. Endi hisoblaylik. 3 minutda 1 litr bo'lsa, 1 soatda 20 litr. 10 soatda 200 litr. 1 sutkada 500 litr suv tashlaydi-da. 500 litrgacha suv tashlaydi. 6 sutka, 7 sutka suvaraman 3 tonna, 4 tonna suv ichadi-da. Mana shu ikkita tokni o'zi. Qishda ichgandan keyin bu foydasi juda katta. Tok qishda suv ichish kerak asosan. Foydasi zo'r. Uzum yetishtirishning ham o'ziga xos sir asrorlari, o'zining texnikasi, hamma narsani ham shunaqa bo'ladi-da. Nimaga aynan qishda sug'oriladi? Qishda sug'orilganda yer tagiga suv ketadi. Bu tomiri mana necha metr, 3 metr, 4 metr bo'lsa, yoki 5 metr bo'lsa, mana nor tomir shunga yarasha ketadi tokka, pastga. Qancha pastda suv g'amlasa, yozga yaxshi bo'ladi. Tushunadi. To'g'rimi? Ha, shunday. Endi biz tomchilab sug'orish bo'yicha mutaxassis bo'lsak, siz dalaning ichida yuradigan odam ko'p narsani biladi. Dalaning ichida yuradigan odam mas'ul o'simlik qanday nafas oladi, qanday yetishtirish kerak, ularni endi dehqon fermer akalar juda yaxshi bilishadi. Xo'p, Faxriddin aka, bu dala maydoni jami necha gektar? 4,5 gektar. 4,5 gektar. Qaysi usulda sug'orasiz? Artizandan suv olasizmi yoki kanaldanmi? Magistral quvur sifatida nechilik quvur tanlagansiz? Artizanim 4 lik nasos, Bunga asli filtr qo'yish kerak edi, hali qo'yamiz nasib qilsa. Mana 50 lik shlangadan. 50 lik polietilendan. Polietilen, Primoy ulangan. Ha, ventillari bor. Hozir suvni to'xtatganmiz, lekin shunaqa qilib suvoriladi. Mana bu yerda kapelnitsasi bor har tokning o'rtasiga. Har tokning o'rtasiga kapelnitsasi qo'yilgan. Yamasi ham bor. Tomizgich. Yamasi bor ana. Ikki tokning o'rtasiga yama bor. Bu yerda ma'lumot uchun aytamiz, 22 lik teshikisiz kapini lentasini tanlaganlar bu kishi Faxriddin aka. Sababi masofa uzoq bo'lgani uchun 22 diametridagi tomchilab sug'orish lentasini qayd qilganlar bizdan. Magistral quvurdan tomchilab sug'orishga bir-biriga ulash uchun 22 lik kranchalarni ham bizning korxonamizdan xarid qilganlar. Shunday. Turboplastdan xarid qilganmiz. Faxriddin aka, bu uyingizga borganimda bitta narsaga ko'zim tushdi. O'zingiz yashayotgan edingiz. Mana bu kaseta dedingiz. Bu nima vazifani bajaradi? Nima uchun ishlatasiz buni o'zi? Bu kaseta uzum ilishga. Uzumni odamlar tomga chiqarib yoyadi, iladi. Bizga yerda joylashtiramiz buni. Mayiz uchun. Mayiz uchun. Mana profillarni tikka qilganmiz. Bu profil, mana bu profilga 15 lik turba mahkamlanadi. Keyin bu kastralar har 20 santimetrdan qo'yib bir-biriga bog'lanib ketaveradi sim bilan. Uzumni ilib ketaveradi. Ustini shepir qilib yopib qo'yamiz. Bu mayiz holatga kelguncha turadi. Bir oy turadimi, 20 kun turadimi? Qaysi paytda keyin holatini nima qiladi? Mayiz holatiga keladi? Mayiz 1 oyda quriydi-da. 1 oyda. Bu aynan qaysi oyga to'g'ri keladi? Sentyabr, oktyabr. Avgust 15-da o'tsak, sentyabrda 15lariga qurib bo'ladi. Tushunarli. Shunday bo'lsa, primoy daladan uzumni terib, primoy mana bu kassaga olamiz. Hech qanday dori-pori qo'shmaysiz bunga. Yo'q. Tushunarli. Faxriddin aka, uzumchilikni o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bo'lsa kerak-a? Qiyinchiliklari bor albatta. Qishki paytda buni ko'mib qo'yasiz, shundaymi? Qishda ko'mamiz, kuzda. Bahorda ochamiz. Bahorda mototraktor bilan haydaymiz.
endi aprelda 20si borinki 1-maygacha buni ishini tugatish kerak, haydatish, tozalash, o'tash ishlarini tugatish kerak. Aha. Keyin kun usigandan keyin iloji boricha tegmaslik kerak tokka. Faqat dorisini berish kerak. Kun isigandan keyin уже tokka tegmaslik. Tegmaslik kerak iloji boricha. Guli to'kiladi shunday. Shundaymi? Ulardan ham issiq ta'sir qiladi, stressga tushadi. Faxriddin aka, bu yerda hozir pomidor bilan yana tarvuz ham ekkanman. Qovun tarvuz. Qovun tarvuz, ha? Tomsab sug'orish orqali. Ha, shunaqa. O'shani ham ko'rsatsak. Faxriddin aka, mana tarvuzni ham tomsab sug'orish qilibsiz. Bu yerda qancha sotixga kelgansiz? Sotixga, ancha bu. Ha, sotiq endi bir 50 sotiqlar bo'lsa kerak. 50 sotiq yerga tarvuz ekkansiz. Qovun tarvuz ekkanmiz. Qovun qaysi tarafda hozir? Ana qovunlar bu tomonda. Qovun bu tarafda? Ha, bu tarafga. Ha. Tomsab sug'orishda bu yerda har 5 metrda bir qator tomsab sug'orish lentasi tortgan, shundaymi? Shunaqa. Bu yerga tok ham ekilgan. Aha. Keyinchalik уже bu tok qaytargandan keyin bu yerda ekin qilinmaydi. Ha, 1 yil 2 yil foydalanamiz, keyin tokni o'zi ketadi. Ha, yerdan unumli foydalanyapsiz. Shunaqa. Tarvuzni ro'zg'or uchun va Shunaqa. ozgina bozor uchun chiqaryapsiz. Shunaqa. Ha, boya aytganingizdek dalada birikta ishchilar kelsa, shu yerdan tarvuz olib bemalol yeyishga. Faxriddin aka, o'zi men ko'ryapman, yeringiz past balandlikdan iborat ekanda bu yerda o'zi. Shunaqa. Bu yerda hozir noqulaylik tug'dirmayaptimi? Men tomsab sug'orishda tepa qismi ko'p suv ichib, past qismi ko'p suv ichib, tepa qismi suv ichmay qolgan holatlar bo'lyaptimi? Yo'q. Bunaqa holat bo'lmayapti. Yo'q. Nabara buni oqizib sug'orsak, suv ham ko'p ketadi. Aha. Keyin juyani yuvib ketadi. Juyani bir yuvib olsa bo'ldi, keyin sug'orishning foydasi yo'q o'zi. Mana qarang. Bir maromda suv ichyapti. Bir maromda ichyapti. Tushunarli. Faxriddin aka, mana bu yerda qovunni ham ekkansiz. Bu ham boya aytganingizdek, ham bozor, ham o'zingizning ishlaringizga, uyga, ro'zg'orga ekkansiz. Xo'p, Faxriddin aka, tomsab sug'orish oldin ariqdan sug'organingizda nechta odam ishlatardingiz? Endi o'z ariqdan keladigan suvga uni o'zi yarasha muammosi bor-da. Nasoz o'chib qoladi. Ariqda suv kelmay qoladi. O'rtada set o'chib qoladi. Shunday. Keyin kelishmovchiliklar bo'lib qoladi. Suvimizni bir ochib qo'yish mumkin. Hozir bu tomchilar sug'orish juda yaxshi-da, effektiv. Bitta knopkani bosasiz, yo'q ketdi. Shunaqa. Xo'p, Faxriddin aka, bu yerda artizan orqali sug'oryapsiz, shundaymi? Artizan orqali suv chiqarib. Shunaqa. Pirmo artizandan ulagan, shundaymi? Pirmo. Hovuz qilmagansiz? Yo'q. Bu yerda necha kilovatlik artizan va soatiga necha kub suv chiqaradigan turibdi? 4 kilovatlik, soatiga 16 tonnama chiqaradi-da. 16 tonna. Ha. Hovuz qilmagansiz. Yo'q. Endi keyinchalik xudo xolasa hovuz qilasiz, filtr qilib. Filtr qo'yamiz. Ha. Endi boz baribir kattalashadi, menimcha. Shuncha joyga yetib turibdi-da, tomchilar sug'orish sababi. Ha, filtrsiz shunday qo'ygansiz, primo artizandan. Artizan suv toza. Agar buni oqizib sug'organmiz deganimizda yetmasdi-da bu suv. 4 lik nasos qancha chiqaradi? Xo'p, Faxriddin aka, kelajakda xudo xolasa bog'ingizni kengaytirmoqchimisiz? Tomsab sug'orishni mana qildingiz, xudo xolasa tomsab sug'orish effektini ham ko'ryapsiz. Ha, shunday. Siz bizlardan mahsulot olgansiz. Mahsulotlarimiz haqida ikki og'iz fikrlaringizni muxlislarimizga, o'zingizni tavsiyalaringizni berib qolsangiz. Nima deymiz? Endi mana shu tomchilar sug'orishga, yomg'ir osti sug'orishga o'tish kerak. Hamma o'tish kerak. Iloji boricha boya aytib o'tdim, effektini Izrail misolda aytdim, to'g'rimi? Mana shu lenta 3 yil, 4 yil xizmat qilib beradi kamida. Shunday, qalinrog'ini olishsa. Mana shu ham mana 2-yil turibdi-ku endi. Yozda soatma tokda orasida turibdi bu. Chiqagan turibdi. Avvali 5 yilga meter. To'g'rimi? Hay 2 yil, 3 yilga yetgan taqdirda 3 yilda buncha qimmat narsa emas bu. Aslida. Shunday. Qancha qilaman degan odamga uncha qimmatlik qilmaydi. Ko'p ham ketmaydi. Xudo xolasa endi bog'ingizni kengaytirasiz, nasib qilsa. Nasib qilsa kengaytiramiz. Mana bu yerlarga ham ekkanman. Shu pastda ham bog'ni qilgansiz, уже kam ketyapsiz уже tomslab sug'orish orqali. Koni borishida ekyapmiz. Yana ekamiz nasib qilsa. Xo'p, shu 2 yildan beri bizlar bilan ishlayapsiz, Faxriddin aka. Bizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sizni ishonchingizni oqladimi? Yo'q, muammo yo'q. Ajoyib, zo'r. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Foydalanish kerak faqat. Mijozlarga ham taklif qilib qolasiz. Mijozlarga ham taklif qilib qolaman. Mana shu narsaga o'tish kerak, lekin albatta o'tish kerak. Tushunarli. Dunyo shuni talab qilyapti.
Shu suv resursi Resurs kamayapti. yildan-yilga kamayapti. Уже tomchilatib sug'orish, suv Tok. tejovchi texnologiyani joriy qilish kerak. Tokni narxi ham yaxshigina masalan. To'g'rimi? Shunday. Ekonom bo'ladi, Shunday. iqtisod bo'ladi. Shunday. O'tish kerak shu narsaga. Tushunarli. Faxrin aka, sizga kattakon rahmat deb qolamiz. Xudo xolasa bergan ma'lumotlaringizga rozi bo'lasiz. Yegan tarvuzlarimizga ham rozi bo'lasiz. Xudo xolasa bog'ingizga Xudo xolasa Xudo o'zining barakasini bersin. Kelasi yil birgalikda ishlash yana nasib qilsin deb qolamiz. Bergan ma'lumotlaringizga katta rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, Ishtixon tumaniga qilgan safarimiz Xudo xolasa yakuniga yetdi. Xo'p, keyingi videolarda qaysi tumanga va yoki qaysi ekin turiga tomchilab sug'orish qilingani haqida batafsil video qilishimizni siz xohlaysiz. Savolingizni izohlarda qoldirib keting. Biz o'sha izohlarga bo'lgan savollarga javob tariqasida video qilamiz nasib bo'lsa. Barchalaringizga rahmat.